Assalomu alaykum tumanimiz aholisi va mehmonlari. Davlat rahbarining 2026-yil 5-yanvardagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi birinchi sonli qarorga asosan 2026-yilda har bir mahallada huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish ustuvor vazifa etib belgilandi. Yangi O'zbekistonda huquqbuzarlik va jinoyatchilikka qarshi kurashish umummilliy dolzarb vazifaga aylantirildi. Jinoyatlar uchun jazo muqarrarligini ta'minlash qanchalik muhim bo'lsa, ularni keltirib chiqarayotgan sabab va omillarni bartaraf qilish, tumanning har bir ko'chasida, bozorida, jamoat joylarida xavfsiz muhitni yaratish choralari ko'rilmoqda. Biroq tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, ayrim turdagi jinoyatlar sodir etilmoqda. Xususan, joriy yilning yanvar oyida jami 25 ta jinoyatlar qayd etilgan bo'lib, shundan 4 tasi yoki 16%ni oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarni tashkil qilib, tumandagi kirmagan vaziyatga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarning asosiy salmog'i yo'l transport hodisalari va o'g'irlik jinoyatlarini tashkil qilgan. Joriy yilning yanvar oyida sodir etilgan o'g'irlik jinoyatlarining 7 tasi va firibgarlik jinoyatlarining 2 tasi axborot texnologiyalaridan foydalangan holatda sodir etilgan. Yuqoridagi jinoyatlarni oldini olishda fuqarolar tomonidan mulklariga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishlari, buning uchun uylari va yashash xonadonlarini qarovsiz va ochiq holatda qoldirmasliklari, video kuzatuv kameralar o'rnatishlari, qo'riqlovga olishlari lozimligi, mol-mulklarni qonuniy tartibda rasmiylashtirilgan holatda savdo qilishlari, axborot texnologiyalaridan, xususan internet ijtimoiy tarmog'idan foydalanishda firibgarlarga aldanib qolmasliklari, shaxsini tasdiqlovchi ma'lumotlarni hamda plastik kartalar raqamlarini begona shaxslardan sir saqlashlari va avtotransport vositalarini boshqarishda yo'l harakati qoidalariga to'liq rioya qilishlari, oilaviy va boshqa masalalardagi kelishmovchiliklarni mahalla yetkaziligi vakillari orqali tinch yo'l bilan hal qilishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Hurmatli qo'shniliklar, jinoyatchilikka qarshi kurashishda prokuratura organlari ko'mak va hamkorlikda jinoyatlarning har qanday ko'rinishiga chek qo'yishga kafolat beradi. Shunday ekan, aholi va keng jamoatchilikni jinoyatlarni oldini olishga hamda ularni bartaraf etishga faol hamkorlikka chaqiramiz. Zero sodir etilayotgan jinoyatlarning fosh etilishi va oldini olish xalqimizdan mas'uliyat, tashabbuskorlik hamda daxldorlik hissi bilan yondashishni so'rayman. Shuni yana bir bor alohida qayd etamanki, jinoyatlarning har qanday ko'rinishiga tezkor ravishda munosabat bildirishga, jinoyatga qo'l urganlarga nisbatan jazoning muqarrar ta'minlanishiga shaxsan kafolat beraman. E'tiboringiz uchun rahmat.